Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ko'pchilik ustakalarimiz anchadan beri so'rab yurishgan past uylarga ishlaydigan kemping sug'orish apparatlaringizni videoobzorlarini qilib deb so'rab yurishadi. Bugungi videoobzorlarimizda Impulse brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan past uylarga ishlaydigan kemping sug'orish apparatlarimizni qisqacha videoobzorlarini qilib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Apparatlarimizda ishlash jarayonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Apparatlarimizda modeli MiG 205 hamda MiG 300 bo'ladi. Bu apparatlarimizda modeli, bu apparatlarimizda amperi emas. Masalan, ko'pchilik adashtiradi. MiG 205 bu 205 amperli ekan deb adashtiradi. Adashmisizlar. Bu 205 o'zini modeli bo'ladi. Masalan, Uragan brendiga tegishli kemping sug'orish apparatlarimiz MiG 1000lik qilib yozib qo'yishgan. 1000 amperlik kemping sug'orish apparat hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun adashtirmaysizlar. Bu apparatimizda o'zini modeli bo'ladi. 250 amper chiqarib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Bu apparatimiz inventorli past uylarga ishlaydi. 140-150 volt toklarga ham ishlab beraveradi. Qanaqa modellarda ishlaydi degan akalarimiz uchun kemping elektrodli funksiyasi ham bor. To'g'rilikkacha bo'lgan elektrodlar juda ham sifatli hollarda quyaveradi. Elektrodli funksiyasida bemalol ishlataverasizlar. Arigon funksiyalari ham mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Arigon funksiyalari pryamoy pistoletiga gazlarini ulab foydalansalaring bo'laveradi. Apparatimizda narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring yoki to'liq ma'lumotlarini so'rab olishlaring mumkin. MiG 300lik inventorli past uylarga ishlaydigan kemping sug'orish apparatimizda elektrod hamda kemping funksiyalari bo'ladi. Elektrodning funksiyasida 3likgacha, 2likgacha bo'lgan elektrodlarni juda ham sifatli hollarda quyaveradi. O'zini amperajlari, volt toklarini o'zini tablolarida ko'rsatib turadi. Bemalol legirovkalarini qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatlarimizda ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Qaysi apparat ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqib zakaz bersalaring 12 ta viloyat bo'lib dastavkalarini qilib beraveramiz. Aytib o'tib ketamiz, Impulse brendiga tegishli sug'orish apparatlarimizda garantiyalari 1 yilgacha beriladi. 1 yil ichida qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi videoobzorlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videoobzorlarimizda qanaqa sug'orish apparatlarimizda videolarini qilib beraylik. Shuni yozib ketsalaring sizlarga qilib beramiz. Bemalol yozishlaring mumkin.